Assalomu alaykum tayanch nuqtasi muxlislari. Bu galgi efirimiz ham davom etmoqda. Mana yangi bir efir. Yurtimizda juda ko'plab universitetlar, albatta bular kelajak yoshlar uchun xizmat qilmoqda. Yangi universitetlar qatorida mana yurtimizda bor bo'lgan, uzoq o'tmishga ega bo'lgan bizni o'sha flagman universitetlar ham o'z faoliyatini olib bormoqda. Har bir universitetning potensiali bu ilmiy salohiyati va jamiyatda o'zini tutgan o'rni va qanchalik nafaqat o'z talabalariga, balki o'sha jamiyatdagi muammolarga yechim bera oladigan universitetlar hozir juda ham dolzarb. Masalan, o'sha Amerika universitetlarini oladigan bo'lsak, masalan, har birining talabasi 15 ming, 20 ming talabasi bor, lekin yil davomida 10 millionga yaqin aholiga xizmat ko'rsatar ekan ular. Ya'ni bu ochiq eshiklar bo'lishi mumkin, seminarlar bo'lishi mumkin. Masalan, o'sha jamiyatdagi muammolarga turli xil yechimlar, treninglar, seminarlar yoki masalan mahalliy hokimiyatlar bilan uzviy ishlashlari, turli jabhalarda bo'ladigan, masalan, o'sha hamkorlik evaziga 10 million, 15 millionga yaqin insonlarga xizmat ko'rsatishar ekan. Demak, kelajakdagi har bir universitetlarimizni ham salohiyati bu nafaqat masalan ulardagi o'qituvchi professorlar soni yoki talabalar soni, balki ushbu universitetlarni o'zlari bor bo'lgan o'sha viloyatlardagi muammolarga yechim bera olishligi va umuman insoniyat uchun qanday qilib yangi bir loyihalarni o'rtaga tashlab, o'sha loyihalarni tatbiq etadigan universitetlar qatoriga qo'shilishlari kerak. Bu bilan bizdan mana shu universitetlarni bitirib chiqadigan yoshlarimiz albatta o'z sohalarida ish imkonlarini izlab, universitetlardan keyingi pog'onada o'sha bosqichda yaxshi ishlarga joylashib, vatan millat uchun xizmat qiladigan yaxshi yoshlar chiqadi degan umiddamiz. Hozir mana biz ta'lim sohasida juda ko'plab albatta gapirilyapti, biz ham gapiryapmiz. Ta'lim sohasidagi eng muhim komponent bu o'qituvchi masalasi. Ya'ni turli yo'nalishdagi universitetlarga agar qaraydigan bo'lsak, qat'iy nazar qaysi yo'nalishga asoslangan universitetlar, bu universitetlardagi eng muhim ham muammo desak bo'ladi va eng katta stimul omil hisoblangan bu pedagogik kadrlar. Demak, ushbu universitetlardagi mahorat qanchalik o'qituvchi o'z bilimini pedagogik strategiyalar orqali talabalarga yetkaza oladi. Ushbu masala juda ham muhim hozir bizda. Shuning uchun biz bu galgi efirimiz mehmoni juda ham yetuk salohiyatga ega bo'lgan va yurtimizda minglab shogirdlar chiqaradigan Jizzax davlat pedagogika universitetini bugun taklif etdik. Ushbu universitet mana yaqin oralarda o'zini 50 yillik yubileyini nishonlash arafasida 1974-yilda tashkil etilgan va bu yili 21-iyun kuni prezidentimiz qarori bilan institutdan universitetga aylangan, universitet maqomi berilgan Jizzax davlat pedagogika universiteti va bugungi mehmonimiz ushbu universitetning rektori Sharipov Shavkat Safarovich, pedagogika fanlar doktori, professor. Shavkat aka, xush kelibsiz studiyamizga. Albatta, bizni birinchi savolimiz bu an'anaviy savollardan bittasi Shavkat aka. Universitetda albatta eng katta yutuq bu institutdan universitetga aylanishi deb o'ylayman, lekin bundan tashqari yana universitet haqida biroz aytib bersangiz. Ya'ni qanaqa loyihalar amalga oshgan, universitetdagi yangiliklar, ilmiy mavzularda qanaqa bir ishlar olib borilyapti. Marhamat Shavkat aka. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Azamat aka, sizga minnatdorchilik bildiraman shunday yaratilgan ajoyib imkoniyat uchun. Albatta bu imkoniyatdan biz samarali foydalanishimiz kerak. Aytgan birinchi mulohazaga qaytadigan bo'lsak, mana shu 2022-yil bizni universitetimizni hayotida tom ma'noda tarixiy bir ahamiyatga ega bo'ldi. Prezidentimizni mana shu 2022-yil 21-iyundagi qarorlari bilan butun respublikamizda
pedagogik oliy ta'lim muassasalarini tubdan yangi tarmog'i yuzaga keldi. Bu tarmoqqa bugun 14 ta oliy ta'lim muassasasi, aynan pedagoglar tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalari kirdi va Ajoyib. bu muassasalarni o'ziga xos yangi bir turkumi yuzaga keldi. Va bu albatta bizga yangi mas'uliyatlar yuklaydi. Endi universitetga aylantirildi Jizzax davlat pedagogika instituti. Savol tug'iladi, nima o'zgaradi, nima bo'ldi? To'g'ri. Birinchisi, to'g'risini aytish kerak, bu imij deydi. Bu universitetning qiyofasi. Qiyofasi nima uchun kerak o'zi degan savolga sizni ko'rsatuvingizni nomi bilan aytsa bo'ladi, tayanch nuqtasi. Bizga nima tayanch nuqtasi? Bizni tayanch nuqtamiz bizga keladigan talabgor, o'quvchilar, bitiruvchi o'quvchilar. Demak, bitiruvchi o'quvchi agar yuqori darajadagi tayyorgarlikka ega bo'lsa, demak bizni tayyorlaydigan kadrlarimiz xuddi shunaqa darajaga ega bo'ladi. Shu joyda Finlyandiyani misolini aytish kerak bo'ladi. Havas qilaman mana shunaqa tanlovgaki, Finlyandiyaning yoshlari tanlovi eng iqtidorli yoshlar birinchi navbatda pedagoglik, o'qituvchilik kasbini tanlar ekan. Keyingi ko'proq tanlaydigani vrach, uchinchisi keyin bu advokatlik yoki yuridik sohani tanlashar ekan. Ya'ni birinchi o'rinda pedagoglik turar ekan. Juda ajoyib ma'lumot bu. Endi O'zbekistonda qanaqa desak, bilamizki O'zbekistonda aytaylik buni aksi hozircha. Aksi. Shuning uchun men boshladimki, buni oylik maoshdan ham ko'rish mumkin hozirgi davrda. Shuning uchun imij masalasi birinchi o'rinda bo'lishi kerakki, bizga mana shu eng iqtidorli o'quvchilar kelish kerak pedagogik oliy ta'lim muassasalariga-ki, ertaga eng iqtidorli o'quvchilarimizdan biza eng iqtidorli pedagoglarni tayyorlab berishimiz kerak. Shuning uchun albatta biz o'zimizni aytaylik nufuzimizni, obro'mizni, imijimizni oshirish ustida ishlashimiz kerak va mana shu qaror bizga katta yo'l ochib berdi. Ajoyib. Katta yo'l ochib berdi va endi biz boyaga aytgandek mas'uliyatimiz bor. Demak, bu mas'uliyatimiz nimada? Birinchi mas'uliyatimiz bizning mazmunimiz, ta'lim mazmunimiz endi bir daraja yuqori tubdan bir burilish yasagan holda yangi mazmun bo'lishi kerak. Ya'ni bu yangi metodlar, yangi dasturlar, yangi rejalar bo'lishi kerakki, hech kimdan qolishmaydigan. Ikkinchisi, albatta biz zamonaviy texnologiyalarni, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, raqamli texnologiyalarni joriy qilishga albatta o'tishimiz kerak. Va buni kim amalga oshiradi? Buni bizni professor o'qituvchilarimiz, pedagogik xodimlarimiz amalga oshiradi. Ularni sifati ustida biz eng ko'p ishlashimiz kerak bo'lgan masala bu. Eng ko'p ishlashimiz kerak bo'lgan masala va mana shu 3 ta yo'nalishni amalga oshirsakkina biz tom ma'noda mana shu universitet degan maqomni aytaylik oqlab berishimiz mumkin bo'ladi. Biz bu yo'nalishdagi ishlarimizni boshladik. Nimalardan boshladik? Birinchi, universitetimizni tuzilmasini, strukturasini o'zgartirdik. Bugungi kundagi zamonaviy shu oliy ta'lim muassasalarini modellarini o'rgangan holda biz yangi strukturalarni o'zimizda joriy qildik. Demak, bu strukturalardan endi biz mana xalqaro reyting va indekslar bo'yicha alohida bo'lim tashkil qildikki, nima uchun bundan boshlayapman? Bu bizni harakatlanishimizni belgilab beradigan orientir, yo'llanma. Bizda demak dunyodagi eng yangi tendensiyalarni o'zimizga belgilab olishimiz kerakki, qaysi bir tendensiyalarga biz 3 yilda, qaysi biriga 5 yilda, qaysi biriga 10 yilda strategik, taktik vazifalarni qo'yib berishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun yangi bir bo'lim qildikki, mana shu xalqaro reytinglar bo'yicha. Ikkinchisi, biza mana shu eng katta burilish yasagan ishlarimizdan bittasi, biz 2 yildan oshdi kredit modul tizimida ishlashga o'tdik. Buni prinsipial farqi, endi talaba mustaqil o'qib o'rganishi shart. U o'qituvchini yoki murabbiyni kutishi kerak emas, o'zini bilimi ustida o'zi ishlash kerak. Mana shu jarayonni muvofiqlashtiradigan eng muhim strukturalardan bittasi bu registrator ofiski. Talaba endi o'qituvchini qidirish kerak emas, rahbarni qidirish kerak emas, o'zini o'zi idora qilishga o'rganish kerak bo'ladi ta'lim jarayonida. Shuning uchun biz tashkil qildik mana shu registrator ofisini. Bundan tashqari biz yana mana shu jarayonlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan STEM park tashkil qildik. STEM parkni qoshida 9 ta ilmiy laboratoriyalar tashkil qildik. Bular sound dizayn, mexatronika, elektrotexnika laboratoriyalar tashkil qildikki, eng iqtidorli talabalarimizni qobiliyatlarini yuzaga chiqarish bo'yicha. Hozir mana juda ham ko'p ishlatadigan so'zlarimizdan bittasi bu startup loyihalar, talabalar startup loyihalari. Shu paytgacha bizda startup loyihalarini yaratish va ularni ro'yobga chiqarish tajribasi bo'lmagan. Aynan mana shu tajribani o'rnini qoplash uchun biz inkubatsiya markazlari tashkil qildik. Inkubatsiya markazlarida biz shunaqa bir ishchi guruhlar tashkil qildikki, demak iqtisodchi,
marketolog, demak injener, psixologlardan iborat bir ishchi guruhlar tashkil qildikki, talabalarimizni endi tug'ilib keladigan g'oyasini bu ishchi guruh bir yetuk darajaga olib chiqib berishda u bilan birga o'tirib ishlab yuradigan inkubatsiya markazlari tashkil qildik. Umuman o'ylaymanki, biz ko'p ishlarni amalga oshirishni boshladik. Lekin hali bajaradigan ishlarimiz undan ko'ra ko'proq. Ajoyib, ajoyib. Men haqiqatdan ham o'zi eshitib juda xursand bo'ldim. Ya'ni chunki ba'zi nopedagogik hisoblangan universitetlarda ham mana siz aytib o'tgan masalan o'sha yangiliklar hali joriy etilmagan, mumkin joriy etilishi mumkin. Bu nimani ko'rsatadi? Demak, o'sha pedagogik kadrlarni zamon bilan hamnafas yurishi bu albatta ham universitetga, ham universitet atrofidagi masalan o'sha maktablarga va respublika maktablariga yangi kadrlar yetkazib berishdagi o'sha ilg'or texnologiyalar orqali, ya'ni bular har biri o'sha soft skilllar bilan o'zini viloyatiga qaytib boradi shu yoshlar. Albatta. Mani hozir savolim shundan iboratki, masalan hozir reytinglar bo'yicha ofis ochdik deb aytdingiz Shavkat aka. Bu juda yaxshi narsa. Chunki mana prezidentning 2019da imzolangan, prezident tomonidan imzolangan oliy ta'limni 2030gacha rivojlantirish konsepsiyasida turli xil bandlar va ulardan bittasi universitetlarimizni imkon qadar o'sha dunyoning kuchli 1000talikka, 500talikka kiradigan universitetlar qatorida o'sha salohiyatini oshirish, rivojlantirish. Demak, sizlar hozirdan o'zlaringizga shunaqa vazifa qo'yib beryapsizlarki, ya'ni ham reyting ko'tarilishi oqibatida buni ta'siri sifatga, sifat esa yaxshi kadrlarni yetkazib berishda. Savolim shundan iborat. Masalan, shu yilgi men aytib o'tgan, siz aytib o'tdingiz, shu 21-iyun kuni imzolangan prezident qarorida pedagogik yo'nalishdagi universitetlar o'zlarini o'quv rejalarini masalan o'sha xalqaro standartlar MSK ga asoslantirib yoki masalan boshqa PISA bo'lishi mumkin, boshqalari bo'lishi mumkin, o'quv rejalari shunga moslashi kerak. Bu borada nima ishlar amalga oshirildi sizlarda? Juda masalani ildizidan boshladingiz. Chunki birinchi qadamimiz albatta mana shu o'quv reja mazmunidan bo'ladi. 2020-yilda Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilindi. Respublikamizda milliy malaka ramkalarini joriy etish bo'yicha. Mana shu milliy malaka ramkalarini joriy etish to'g'risidagi qaror siz aytgan transformatsiyani boshlash uchun bizga ilk boshlanadigan qadam bo'ldi, birinchi qadam bo'ldi. Biz hali O'zbekistonda yoki pedagogik oliy ta'lim muassasasida kvalifikatsiya ramkalari bo'yicha hali ish boshlanmagan, amalda ish boshlanmagan edi. Endi boshlash imkoni bo'ldi. Demak, birinchi navbatda mana shu kvalifikatsiya ramkalari nimani beradi? Bugungi kunda tezkor zamonda mana bir payti biza davlat ta'lim standartlari yaratganda aytardik, bitta standart 5 yil ishlash kerak. Lekin bugungi tezkorlik 5 yildan tezlashishini taqozo qildi. Aynan kvalifikatsiya ramkalari mana shu tezkorlikni bizga belgilab berdi. Kvalifikatsiya ramkalari shunaqa bir jihati borki, bir qancha kasb sohalaridagi umumiy jihatlarni belgilab, ularni tayyorlashdagi umumiy va xususiy jihatlarni ajratish imkoni beradi. Biz mana shu pedagoglarni tayyorlash sohasidagi hozir kvalifikatsiya ramkalaridan kelib chiqib, demak davlat ta'lim standartlari o'zi nima? Davlat ta'lim standarti uning ichidagi malaka talablari bilan belgilanadi. Demak, kvalifikatsiya ramkalaridan biz keltirib chiqaryapmiz malaka talablarini. Malaka talablarida demak variativ va invariant qism bo'ladi. Ya'ni invariant qismi hammasi uchun bir xil bo'ladi, variativi bo'linib ketadi. Biz mana shu tajribalari hammasini yangi mazmunni loyihalashda mana shu dunyoning rivojlangan davlatlarini albatta tajribasini e'tiborga olyapmiz. Mana Finlandiyaning loyihasini, Rossiya Federatsiyasidagi tajribalari, Janubiy Koreyadagi tajribalarni inobatga olyapmiz va nimani ko'ryapmiz? Bu amalga oshirilayotgan ilg'or tajribalarda eng kuchli tomoni amaliy yo'naltirilganligi. Bizni dasturlarimizda, bizni o'quv rejalarimizda nazariyani salmog'i ko'proq bo'lgan, amaliyotni salmog'i amaliy yo'naltirilganlikni salmog'i kamroq bo'lgan. Biz endi shu namunadan olib amaliy yo'naltirilganlik ta'minlayapmizki, bizni bitiruvchimiz shu o'quv rejani, shu dasturni bajarganda tezkorlik bilan amaliyotga, maktabning amaliyotiga misol uchun kirib ketishi mumkin bo'ladi. Keyin demak, amaliyotdan agar biz davom etadigan bo'lsak, haqiqatdan amaliyot bu sifatni %50 muvaffaqiyati bu amaliyotga bog'liq. Amaliyotsiz talabalarni biz yillar davomida ko'rdik. Ensiklopedik bilimlari juda ham kuchli, ya'ni har bir qonun qoidadan sizga juda a'lo darajada ta'riflab berishadi, lekin uni pedagogik mahorada
oqsashlar bor. Buni o'sha ta'lim tizimidagi muammolardan ham ko'rsak bo'ladi. Ushbu qarorda 4+2 bandi ham o'tib ketgan, ya'ni o'sha 4 kun universitetga boradigan bo'lsa talaba 2 kunda masalan o'sha to'g'ridan to'g'ri amaliyotga borish kerak. Endi savolim shundan iboratki, Jizzax davlat pedagogika universitetining talabalar soni ham ma'lumotimga ko'ra 22 mingga yaqin talabasi bor. Bu katta bir armiya. Ya'ni buncha katta talabalarga birinchi savolim o'qituvchi professorlar, sifatli o'qituvchi professorlarni yetkazib berishda muammolar bormi, yo'qmi? Va ikkinchi savolim bu 4+2 ning ikki qismi qanday amalga oshiryapsizlarda? Ya'ni talabalarni amaliyotga boradigan o'sha buncha sonli talabani qabul qiladigan umuman amaliyot zonalari bormi? Ruxsatingiz bilan baribir ikkinchi savoldan boshlasam. To'g'ri. Ikkinchi savoldan boshlasam. Avvalo ta'kidlash joiz, prezidentimiz ta'kidlab keladilarki, o'qituvchini tayyorlashni jarayonni ajralmas qismi maktabda bo'lishi kerak. O'qituvchi o'quvchilarning sinfida, auditoriyada, o'qituvchining yonida uni bajaradigan ishini birga bajarib tayyorlanishi kerak degan g'oya oldindan aytib kelinadi. Endi oldindan amaliyot bor edi. Faqat bu amaliyot o'quv jarayonidan, maktabning amaliyotidan ajralgan holda qism holda amalga oshirilardiki, ba'zan passiv amaliyot ham passiv bo'ladi. amaliyot ediki, talaba kundalik oladigan bilimini amalda sinab ko'rishiga yetarli imkoniyat yaratilmagan edi. 4+2 O'zbekiston uchun bir yangi loyiha sifatida, yangi vazifa sifatida kirib keldi. Lekin bilamizki, Yevropaning oliy ta'lim muassasalarida, jumladan Britaniya oliy ta'lim muassasalarida, boshqa oliy ta'lim muassasalarida bunga o'xshash tajriba bor. Ya'ni demak, o'qituvchilarga tayyorlanadigan talabalar avval boshidan assistent sifatida maktablarda ishlaydi. O'ylaymanki, mana shu 4+2 da shu eng ilg'or dunyoning tajribalari o'zini aksini topgan. Hozir talabalarimiz bugun auditoriyada olgan bilimini ertaga borib maktabda amaliyotda sinab ko'rish imkoniga ega bo'ladi. Nazariya bilan amaliyotni birligi demak bir vaqtning o'zida ta'minlanishiga imkoniyat yaratildi. Va bu ham talaba uchun imkoniyat, ham maktab uchun imkoniyat. Ya'ni talaba o'zini ish joyini tezroq, qulayroq topishiga imkoniyat yaratilyapti. Maktab ma'muriyati uchun o'ziga kelayotgan talabalarni mukammal tanlab olish imkoniyati yaratiladi. Chunki bular jarayonda birga qatnashadi, o'qituvchi bilan birga qatnashadi, rahbarlari bilan birga qatnashadi va bu jarayonda mukammal tanlab olish mumkin. Endi savolning ikkinchi qismi bor ediki, mana shu amaliyotda bu qanchalik qamrab olish imkoni bor degan. To'g'ri, endi talaba soni ko'p, maktab soni bunchalik ko'p emas. Demak, biz talabalarimizni demak amaliyot joyini tanlashda birinchi nimaga e'tibor berdik? Bizni aksariyat talabalarimiz, 30% ga yaqin talabalarimiz hozirdan yuqori kurs talabalarimiz maktablarda pedagogik faoliyat bilan shug'ullanadi. Biz o'zlari pedagogik faoliyat bilan shug'ullanayotgan maktablarga ko'proq amaliyotni berdik. Bu butun viloyat bo'ylab joylashgan. Shuning uchun ular butun viloyatdagi imkoniyatni demak talabalik vaqtidan nima qiladi? O'zlashtirib olish imkoniga ega bo'ladi. Va bizga o'sha maktablarning ma'muriyati ham juda ham yaqindan yordam ko'rsatyapti murabbiy sifatida. Shuning uchun bu albatta o'zini juda ham katta samarasini beradi. Biz bu bo'yicha ishlarni tashkil qilyapmiz. Endi savolni mana qanaqa qilib bunaqa katta talabalar jamoasini sifatli pedagog kadrlar bilan ta'minlash masalasini hal qilyapsiz deb aytdingiz. To'g'risini aytish kerak, bu bizni eng qiynab turgan masalalardan biri. Oxirgacha yechdik deb ayta olmayman bu masalani. Bizni mahoratli, malakali, ilmiy salohiyatga ega bo'lgan professor o'qituvchilarimiz faoliyat yuritadi universitetimizda, lekin hammasi shu talabga javob beradimi degan savolga ijobiy javob berish qiyin. Nima uchun? Hozirgi paytda har yili universitetimizda talabalarning soni taxminan 2000 dan oshib kelyapti. Demak, biz shunga mos ravishda har yili yangi magistraturani bitirgan talabalarni ishga qabul qilishga majburmiz. Va biz ularni ham ishga qabul qilib, ham ish jarayonida ularning ustozlari bilan birga oliy ta'limni amaliyotiga tayyorlash bilan shug'ullanishimiz kerak bo'lyapti. Albatta bu oson kechgani yo'q, lekin o'ylaymanki, bu jarayonda preemственность degan so'z bor, uzviylik bor. O'ylaymizki, hozirgi yoshlarimizni o'zini yutug'i bor.
xorij tillarini bilish bo'yicha, kompyuter texnologiyalari bo'yicha biz ana shu jihatdan samarali foydalangan holda o'ylaymizki, tezkorlik bilan mana shu yosh ishga qabul qilayotgan o'qituvchilarni ham o'zlarini ustozlari qatoriga yetkazib olishimiz mumkin bo'ladi. Nasib. Hozir masalan bozor talablaridan kelib chiqqan holda universitetlarni umuman Yevropaga qaraydigan bo'lsak, Yevropada bakalavriat 3 yil. Ya'ni ular 4 yildan 3 yilga sakrab o'tishgan. Buni o'ziga ko'ra sabablari bor. Bulardan bittasi biz hozir mana sanoat 4.0 raqamli dunyoda yashayapmiz hozir. Ya'ni ma'lumotlar, mana siz ham aytib o'tgan, biroz oldin aytib o'tgandingiz. Ya'ni juda ham o'zgaruvchan dunyoda yashayapmiz. Ya'ni biz o'zgaruvchan dunyoda ertani kuta olmaymiz. Hamma narsani bugunga qilishimiz kerakki, o'quv rejalaridan boshlab o'sha zamonaviy pedagogika trendlarini bugun o'quv rejalariga integratsiya qilishimiz kerak. Shundan kelib chiqqan holda, masalan, o'sha IT sohasida nima deydi, must to know deyiladi. Ya'ni albatta bilishi lozim bo'lgan haligi bilim ko'nikmalari bor IT sohasida. Bu masalan o'sha Cisco sertifikatlari bo'lishi mumkin. Cisco kurslari yoki Oracle kurslari yoki IBM yoki Harvardning o'zini S02 kurslari yoki masalan moliyada o'zini o'sha buxgalteriya hisobotlari uchun SCCA yoki CIMA standartlari joriy etilgan. Ingliz tilida masalan bu CELTA, Delta, IELTS bo'lishi mumkin, TKT bo'lishi mumkin. Mani bir narsa quvontirdi ushbu prezidentimiz tomonidan imzolangan qarorda. Ya'ni 2-chi, 3-chi, 4-chi kurslar, pedagogik yo'nalishda o'qiydigan kurslar, ya'ni o'quv rejadan tashqari yana qo'shimcha ma'lum bir dasturlarda o'qishlari mumkin. To'g'ri. Ya'ni shu dasturlar haqida biroz gapirsak, ya'ni bu dasturlarni chunki har bir universitet uni turlicha interpretatsiya qilishi mumkin yoki o'zicha turlicha boyitishi mumkin uni ichini. To'g'ri. Ya'ni meni quvontirgan narsa shu bo'ldiki, odatda pedagogik yo'nalishdagi universitetlarni, ya'ni diplomdan tashqari beradigan qanaqadir ko'nikmasi yo'q edi. To'g'ri. Ya'ni biroz oldin aytib o'tdim, masalan, ingliz tili yo'nalishi bo'yicha, IT yoki masalan buxgalteriya yo'nalishlari bo'yicha. Bu yangilik va yangi trend aslida. Ertaga asta-sekinlik bilan masalan o'sha maktablar yoki masalan bolalar bog'chasi yoki даже universitetlar ham diplom yonida albatta menga mana bu dasturni haligilarni keltirgan deyishi mumkin. Shuni bir yoritib berasizmi? Shunday. Avvalo birinchi aytgan fikringizga ozgina izoh beraman. Auditoriyamizning bir qismiga bu ma'lum. Mana shu aytaylik Yevropa davlatlarida bakalavriat 3 yillik ekanligi siz yaxshi bilasiz. Demak, 1 yillik o'rtada foundation kursi bor. Bu davlatlarda 12 yillik ko'proq umumta'lim berilganligi uchun foundation ular maktab kursida o'taydi. Biznikilar shu foundation kursini oliy ta'limda o'tganligi uchun bizanikilar ko'pchilik bakalavriat yo'nalishlarimiz 4 yillik bo'lgan. Endi mana shu prezidentimizning 289-sonli qarorida bir qism imtiyozlar berilganki, bizni g'urur beradigani faqatgina pedagogika oliy ta'lim muassasalari uchun bu imtiyozlar berildi. To'g'ri. Buni 3tasini sanab o'tishim kerak. Birinchisi, albatta mana shu 2-kursdan boshlab qo'shimcha kvalifikatsiya berish turdosh yo'nalishlar bo'yicha. Bu birinchisi, faqat pedagogik oliy ta'lim muassasalari uchun bu hozir amal qiladi. Ikkinchisi, o'zini professor o'qituvchilarini o'zini mablag'lari hisobidan dunyoni istagan, rivojlangan o'quv ilmiy markazlariga stajirovkaga yuborishga yo'l ochib berildi. Va uchinchisi, xalq ta'limi muassasalari bilan birgalikda, maktablar bilan birgalikda 10-11-sinflar uchun variativ dasturlar asosida pedagogik sinflar tashkil qilish masalasi ochib berildi. Va aytmoqchimanki, bu aynan biz uchun ochib berilgan yo'llar. Ajoyib, ajoyib. Endi mana shu eng ajoyiblardan bittasi aytganingizda mana shu qo'shimcha kvalifikatsiya berish. Biz oldindan buni aytaylik niyat qilardikki, bizni tayyorlagan kadrlarimiz hammasi shahar markazida ishlamaydi. Ular tumanlarda, joylarda ishlaydi. Qanchalik tumanlarda, joylarda ishlagandan keyin buni kvalifikatsiyasi kengroq bo'lsa, ham raqobatbardoshligi oshadi, ham ish bilan bandligi oshadi, ham uni shu joydagi masalalarni hal qilishga imkoniyati kengayadi. Va mana shu qarorda demak 3-kursdan boshlab 2 yil mobaynida qo'shimcha to'lov asosida, qo'shimcha kreditlar kiritilish asosida shu o'zini profiliga mos qo'shimcha mutaxassislik olish imkoniyati yaratib berildi. Misol uchun siz aytganingizdek, informatika sohasida biz tayyorlayotgan o'qituvchilarimiz
o'zini sohasida, misol uchun IT dasturlar bo'yicha, kompyuter injiniringi bo'yicha yoki matematika sohasidagi mutaxassislarimiz amaliy matematika bo'yicha, fundamental matematika bo'yicha yoki mana shu chet tillar bo'yicha tayyorlayotgan mutaxassislarimiz o'zini yo'nalishi bo'yicha qo'shimcha mutaxassislik olishga imkoniga ega bo'ladiki, bu har jihatdan o'zini albatta samarasini, ta'sirini ko'rsatadi. Hozir bu qarorda topshiriq berilgan, Oliy ta'lim vazirligi va Xalq ta'limi vazirligiga topshiriq berilganki, mana shu bo'yicha asosiy yo'llanmalarni, ramkalarni ishlab berish masalasi qo'yilgan va 2023-yil 1-yanvargacha bu ishlarni berilishi kerak va biz o'ylab turibmiz shu o'quv yilidan kechiktirmasdan bu boshlashki, bu o'sha kredit modul tizimini eng katta mohiyatini aks ettiradi. Ya'ni qo'shimcha kredit beriladi. Qo'shimcha to'lov asosida talaba bir emas, ikkita aytaylik mutaxassislikka ega bo'lib chiqadi. Juda yaxshi. Aslida bu boshqacha nom bilan aytganda, bu o'sha g'arbda bilingan major minor deyiladi. Masalan, o'sha Slovakiya universitetlarida asosiy yo'nalishi ingliz tili va adabiyoti bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi yo'nalishi masalan kutubxonachilik bo'lishi mumkin yoki jurnalistika sohasi bo'lishi mumkin. Bu nimadan dalolat? Ya'ni har bir talabani ya'ni o'sha davlatda ishsizlik foizini kamaytirishga harakat qiladilar. Chunki mana bizda o'zimizda hozir aytaylik 21-asrda agar qaraydigan bo'lsak, hozir reklamaga katta ahamiyat, e'tibor berilyapti. Masalan, marketingdan juda kuchli mutaxassis bor, lekin lingvistik kompetensiyalar oqsaydi. Ya'ni agar marketing asosiy yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, yonida masalan o'zbek tili adabiyotini olish mumkin yoki ingliz tili adabiyotini olish mumkin. Bu demak ham o'sha ish diapazonini kengaytiradi va chunki biz kelajak kasblar haqida gapiryapmiz hozir. 4-5-6 yillar, 7 yillardan keyin ba'zi kasblarni yo aqlli kasblarga aylanishi yoki transformatsiya bo'lishi yoki kasblarni birlashishini biz oldindan ko'ra bilishimiz kerak. Albatta. Demak, bu juda yaxshi narsa. Mani keyingi savolim bu odatda bu o'zini o'zi moliyalashtirish yoki avtonomiya masalalarida. Ya'ni sizlarni universitetlaringizga qanchalik masalan shu avtonomiya berilgan, ya'ni qanchalik sizlar o'sha o'quv rejalarini aytaylik, o'zlaringiz istagan masalan davlat standartlarida yoki dunyoning boshqa tajribalaridan foydalangan holda yoki masalan o'sha tushgan mablag'larni o'zlaringiz istagan holda konferensiyalarga sarflash yoki o'qituvchilarni chet elga yuborish yoki mana bu onlayn jihozlar sotib olish imkoni bor sizlarda. Bugungi kunda bosqichma-bosqich oliy ta'lim muassasalariga mustaqillik darajasi oshirib borilyapti va bu mustaqillik ikkita yo'nalishda namoyon bo'lyapti. Akademik mustaqillik va moliyaviy mustaqillik. Bugungi kunda pedagogik oliy ta'lim muassasalariga hozircha berilgan akademik mustaqillik. Hali pedagogik oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berilmadi. Bu keyingi bosqichlarda ko'rib chiqiladigan masala. Endi akademik mustaqillik nima berdi bizga? Shu paytgacha ruschasiga aytadigan bo'lsa, ведущий va ведомый bor edi. Ya'ni bitta oliy ta'lim muassasasi yetakchi bo'lsa, qolganlar uni kutish kerak edi. Mana shu qarorda, mana shu hozirgi aytaylik bizga yaratilgan imkoniyatlarda har bitta oliy ta'lim muassasasi o'zini ixtiyorida bo'ldiki, agar u ведущий bo'lmoqchi bo'lsa, o'zini ixtiyoridagi bo'la olishi mumkin. U birovni kutmaydi hozir. Shuning uchun Jizzax davlat pedagogika universiteti ham o'zini zimmasidagi u agar xohlasa yetakchi bo'lishni, o'zi shunga intilish kerak bo'ladi. Va biz shu ishni amalga oshirib, mana o'zimizni dasturlarimizni, o'zimizni o'quv rejalarimizni eng zamonaviy talablar bo'yicha qayta ishlashni boshladik va birinchi bu yerda bizni amalga oshira olgan ishimiz talabalarimiz bilan aloqani yo'lga qo'ydik. Talabalarimiz nimani xohlayapti? Talabalarga o'zi bugun nima kerak? Ertaga ishga joylashish uchun, joyda o'zini bahosini topish uchun nima kerak degan savol bilan biz talabalarimiz bilan ishlab, tanlov fanlari tarkibini, asosiy majburiy fanlar tarkibini biz yangidan ishlab chiqdik va mana shu ayniqsa kredit modul tizimi bunga ikkinchi bir imkoniyatni yaratib berdi. Ya'ni talabalarimiz o'zi xohlagan kurslarni talab qilib olishi mumkin bo'ladigan bo'ldi, o'zi talab qiladigan pedagoglar orqali. Shuning uchun akademik mustaqillik birinchi navbatda mana shu talabalarimizni istaklari, buyurtmachi sifatdagi istaklari amalga oshirishda o'zini aksini topdi bizga berilgan imkoniyatlarda. Yaxshi.
Hozir mana Shavkat aka e'tibor qaratadigan bo'lsak, so'nggi 4-5 yil ichida e, e, davlatimiz tomonidan har bir insonga imkon yaratib berdi. Ya'ni kim istasa davlat universitetiga borsin, istagan xususiy universitetga borsin, istagan masalan xorijiy universitetlarning filiallariga borishi mumkin. Ya'ni maydon keng. Istagan joyga borishi mumkin. Ya'ni bularning soni ham ortib bormoqda. Masalan, har hafta kuzatib borishimiz mumkin. Yangi bir xususiy universitet ochilgan, qaysi bir shaharda ochilyapti. Va so'nggi ochiladigan universitetlarni agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, ko'psi pedagogika yo'nalishlariga urg'uni beryapti. Men yaqinda bir kishidan so'radim. Bu deyman, hali kecha ochilgan universitet, men bugun boshqa bir universitet 80% yo'nalishlari bir xil deyapman bularni. Ya'ni odatda xususiy universitetlar bugungacha, ya'ni aytaylik, mana shu 2021gacha nopedagogik yo'nalishlarga moslashgandi. Ko'proq masalan biznes, IT, ijtimoiy fanlar masalan ko'proq. Chunki bu sohalarda o'qituvchi topish oson. Ya'ni chunki bu sohalarda yillar davomida xalqqa xizmat ko'rsatib keladigan xalqaro universitetlarimiz bor. Ulardan chiqadigan masalan bitiruvchilar osonlikcha xususiy universitetlarga ishga kirishi mumkin. Lekin pedagogik yo'nalishda o'zi bir katta muammo davlatimizda haqiqatan. Ya'ni bugungacha mana ta'kidlab o'tdingiz, juda sanoqli universitetlarimiz bordi pedagogika yo'nalishida va yillar davomida masalan shu prezidentimiz yaqinda juda katta bir tashabbus bilan shu qaror chiqardilar. Lekin bu qarorgacha qandaydir bir o'zini masalan qobig'ida yurgan bir davrdan o'tdik biz shu pedagogika yo'nalishiga xos yo'nalishlarni aytyapman. Lekin mana so'nggi 1 yilda juda ko'plab universitetlar, xususiy universitetlar pedagogika yo'nalishini ochyapti. Birinchi savol shundan iboratki, men yaqinda so'radim bittasidan, nima buncha pedagogika yo'qmi boshqa masalan IT o'chishmaydimi yoki masalan o'sha biznes o'chishmaydimi deganda, menga shunday bir javob berdi o'sha universitetga yaqin bir inson. Azamat aka, abituriyentlarning 90% ertagina o'zini masalan o'sha qishlog'iga, rayoniga qaytib ketadi. Bularning 90%ga o'sha maktablarda ish beriladi. Bular 90% o'sha davlat byudjetdagi masalan o'sha maktablarga, bolalar bog'chasiga, bog'chaga borib ishga joylashadi, chunki katta defitsit bor u yoqda. Savolim shundan iborat. Ya'ni to'g'ri, bularning ochilishi yaxshi. Chunki aytganimdek, maydon keng. Albatta raqobat kerak bizga. Ya'ni bir Jizzax davlat pedagogika universitetiga raqobatbardosh bo'ladigan pedagogika universitet, xususiy universitetlarning bor bo'lishi bizni quvontiradi albatta. Chunki barchasi xalqimizga xizmat qiladi. Lekin o'zidan o'zi shunaqa savol paydo bo'ladiki, mana hozir flagman hisoblangan universitetlar, sizlar kabi universitetlarda sifatli, malakali, zamonaviy tendensiyalarga ega bo'lgan mukammal darajadagi professionallarni topish o'zi qiyin, amri mahol. Lekin hozir juda ko'plab xususiy universitetlardagi pedagogik yo'nalishlardan bitirib chiqadigan talabalarning sifati qanday bo'lar ekan? Sizni fikringiz qanday shu borada? O'ylayman, mana bugungi siz bilan suhbatimizdagi eng muhim savol mana shu bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki bu mana shu yoshlarimizni taqdiri bilan bog'liq. Bu savolingiz, men ko'proq ikkinchi jihatini aytmoqchiman. Mana adashmasam 26 ta ta'lim sohasi bor klassifikator bo'yicha. Lekin har yili hujjat topshiradigan abituriyentlarni 30% dan ortig'i 26 tadan bittasini tanlaydi. Ya'ni pedagogik sohasini tanlaydi. 30% dan ortig'i tanlaydi. Demak, nima uchun? Bizni yoshlarimiz, bizni xalqimizni ko'pchilik qismi ko'proq xohlaydi, barqaror tanlovni xohlaydi. Ertaga ishonch bo'ladigan tanlovni xohlaydi. Va yana bir tushuncha bilan buni izohlash mumkin. Tanlovni zona komforti deydi. O'qituvchilik bularga tanish. Bular maktabning muhitidan chiqib keladi. Shuning uchun ular qanaqadir risk bor kasbga borishdan ko'ra barqaror o'ziga tanlash mumkin bo'lgan kasbni, shuning uchun ko'proq o'qituvchilikni tanlashga yoshlarimiz intiladi. Bu birinchi faktor.
Endi albatta bu nodavlat oliy ta'lim muassasalarida pozitsiyalarni bir balansi borki, ular keladigan aytaylik kontingentni sonini, aytaylik ularni talablarini hisobga olib, ko'proq shu yo'nalishni, pedagogika yo'nalishlarini ochishga harakat qilyapti. Albatta agar bu talab darajasida bo'lsa, hech kim unga e'tiroz bildirmaydi, lekin bu aytaylik aytilgan raqobatni keltirib chiqaradi. Endi ta'lim tarbiya sohasi aytaylik davlatni eng aytaylik muhim bir muqaddas bir sohasi. Shuning uchun albatta bu sohada biz o'zimizni qadriyatlarimizni saqlashimiz kerak. Ayniqsa tarbiya sohasida. Inson, o'zbek xalqi ayniqsa o'zini eng aziz deb bilgan farzandini mana shu o'qituvchini qo'liga topshiradi, ishonib topshiradi. O'qituvchi demak qanaqadir bir o'zimizni talablarimizga mos bo'lish kerak. Bu ma'noda o'ylaymanki, mana shu o'zini qadriyatlariga ega bo'lgan pedagogika oliy ta'lim muassasalari aytaylik o'zini shakllangan an'analarga ega. Endi bu nodavlat oliy ta'lim muassasalarida ko'proq zamonaviy aytaylik yondashuvlar, zamonaviy texnologiyalar ustunlik qiladi. Albatta bu ham o'zini aytaylik e'tiboriga molik jihatlari bor. O'ylaymanki, ikkala tomondan bir-biridan o'rganadigan jihatlar bor. Biz nodavlat oliy ta'lim muassasalaridan ular qo'llayotgan zamonaviy yondashuvlarni o'rganishimiz kerak. Lekin nodavlat oliy ta'lim muassasalari pedagog kadrlar tayyorlashda albatta bizni shakllangan qadriyatlarimizni e'tiborga olishi kerak bo'ladi. Jo'y. Hozir endi masalan o'sha xalqimizda azaldan shunday bir tushuncha bor. Har bir daraxt mevali daraxtga aylanishi kerak va har bir insonni xizmati oxir-oqibat jamiyatga foyda beradigan bir natija bilan tugallanishi kerak. Masalan, agar hozir qaraydigan bo'lsak, endi pedagogika masalasi so'nggi 2-3 yil mobaynida ham davlatimiz rahbari tomonidan juda katta e'tibor beryaptilar prezidentimiz va davlatimiz mana universitetlarning ochilishi, institutlarga universitet maqomi berilishi, yangi masalan o'sha pedagogik yo'nalishlarning ochilishi, umuman pedagogik sohaga katta e'tibor berilyapti. Nima uchun? Chunki bugungacha to'planib kelgan katta muammo bor turibdi. Ana hali o'zini yechimini kutib turgan katta muammo bor pedagogika sohasi. Ya'ni agar qaraydigan bo'lsak, masalan o'sha kundalik mavzularda albatta pedagogika bilan bog'liq bir mavzu turadi. Har kuni xabarlarda bor. Ya'ni bu o'sha xalq ta'limi boshqarmalaridan boshlab, masalan o'sha xalq ta'limi vazirligi va maktablar va universitetlar bilan bog'liq muammolar albatta kundalik turibdi. Buni yechimini men o'ylayman, mana shu qarordan keyingi qaror katta motivatsiya, katta umid, katta ishonch prezidentimiz tomonidan. O'ylayman, mana shu qarorda nomi keltirilgan universitetlar buni bajarishga harakat qilishadi. Lekin buni ya'ni bu yangi ochilgan yoki masalan o'sha institutdan universitetga aylangan yoki mana siz ta'kidlab o'tgan nodavlat ta'lim muassasalari kimdan o'rganish kerak? Uzoq o'tmishga ega flagman pedagogik universitetlardan, mana sizlarga o'xshagan universitetlardan o'rganish kerak. Nimani o'rganadi? Nimani o'rganadiki, masalan, sizlarda ishlab turgan o'qituvchi professorlar yillar davomida masalan so'nggi 30 yilda jamiyatimiz turli xil iqtisodiy nima deydi? O'sha holatlardan o'tib keldi. Bu ya'ni iqtisodiy holatlar oilaga katta ta'sir o'tkazadi. Masalan, kimdir aytaylik otasi masalan chet elda masalan mehnat muhojiri bo'lishi mumkin yoki kimdir onasi masalan chet elda. Oiladagi masalan o'sha oilaning yadrosida buzilishlar hosil bo'ldi yoki bolalar muhtojlikdan masalan bozorga chiqib ketgan bolalar bordi. Ya'ni qarab turibmizki, bu ham o'ziga yarasha bir jamiyatda travmani yaratishi mumkin. Bu travmaga psixologik reabilitatsiyani beradigan bu albatta pedagogik kadrlar. Ya'ni o'sha ona mehri bilan, ya'ni nafaqat bir oddiy o'qituvchi bo'lish kerak. Masalan, o'sha boshlang'ich ta'limdagi o'qituvchi, balki o'sha o'zini farzandiga ko'rsatadigan mehrni, ona mehrini boshqani farzandiga bera olishligi, uni qalbiga kirib ketishi, uni qalbidan masalan o'sha joyin egallab olishi. Chunki xalqimizda shunday narsa bor, bola 14 yoshdan keyin ko'chani bolasi hisoblanadi. Chunki
ma'lum bir voyaga yetadi, maslahat qiladigan ko'chada o'ziga do'st topadi va imkon qadar ota-ona bilan muloqotga kam kirib, ko'proq ko'chani eshitishga harakat qiladi. Ya'ni bu o'qituvchi ham bo'lishi mumkin. Ya'ni nafaqat do'st, o'qituvchi ham bo'lishi mumkin. Mani savolim, ya'ni men uzoqdan olib kelyapman bu narsani. Bu pedagogik mahoratlar albatta bu uzoq yillardagi izlanishlar, amaliyotlar natijasida ilmiy ishlarga aylanadi. Ya'ni qanchalik masalan sizlarning universitetlaringizdagi masalan shu ilmiy ishlar, ya'ni bu bakalavrdagi masalan malakaviy bitiruv ishi, magistratura dissertatsiyasi bo'lishi mumkin, reallikka asoslangan. Ya'ni har bir yoziladigan dissertatsiya haqiqatdan masalan oddiy bir Jizzax shahrida so'nggi yillarda bolalar o'rtasidagi muammolarni yoritib beradigan yoki mana hozir Shavkat aka universitet talabalar orasida suitsid ko'paygan. O'zi qaraysiz, u yoqda bor, bu yoqda bor. Buni sababi nima? Ya'ni buni sababi o'sha bolani 6 yoshdagi muammosidan boshlanyaptimi yo bugunmi paydo bo'ldi bu narsalar? Ya'ni ilmiy ishlar qanchalik reallikka asoslanyapti va haqiqatdan jamiyatdagi muammolarga yechim bera olyapti va buni know-how sifatida siz transformatsiya qila olasiz. Tadbirkorlarimizni tushunarli. Mana albatta oliy ta'lim muassasasida ham professor o'qituvchilar, ham talabalar albatta ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishi kerak. Ilmiy faoliyatda asosiy yo'llanmani nima belgilab beradi? Ilmiy faoliyatda asosiy yo'llanmani ijtimoiy buyurtma belgilab beradi. Ijtimoiy buyurtma demak bugungi kundagi rahbariyat va jamiyat qo'yayotgan talablar. Hozirgi kundagi ijtimoiy buyurtmani bu yilgi mustaqilligimizning 31 yiliga bag'ishlangan nutqlarda prezidentimiz belgilab berdilar ijtimoiy buyurtmani 5 ta asosiy jihatini. Birinchisi bu bugungi yoshlar zamonaviy ko'nikmalarga ega bo'lish kerak degan masala qo'yib berildi. Zamonaviy ko'nikma deganda biz ko'proq mana soft skills degan tushunchani tushunishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi albatta mana shu yoshlarimiz bugungi kundagi zamonaviy raqamli texnologiyalar, kompyuter texnologiyalarini mukammal egallagan bo'lishi kerak. Uchinchisi demak yoshlarimiz demak kreativ fikrlay olish kerak bo'ladi. To'rtinchisi yoshlarimizda zamonaviy aytaylik davrga mos ravishda mustaqil qaror qabul qila olish ko'nikmalari shakllangan bo'lishi kerak va beshinchisi mana shular hammasini umumlashtirgan holda yo'naltira oladigan dunyoqarashga ega bo'lish kerak. Buni jadid allomamiz Mahmudxo'ja Behbudiy bitta oddiy so'z bilan bir dohiyona ifodalab bergan, qarang. Bugungi yoshlarimizni kelajak zamon ilmiga tayyorlang. Zero yoshlar bugungi davrda emas, kelasi zamonda faoliyat yuritadi degan bir ajoyib gap aytganlar. Ben bu Behbudiyning gaplarini oldindan o'qib o'ylab yurardim. Qanaqa qilib bugungi kundagi yoshlarni bundan 10 yil, 5 yil, 15 yil keyingi davrga qanaqa tayyorlash mumkin? Chunki bugungi bilim ertaga eskiradi baribir. Qanaqa tayyorlash mumkin? Shu savolning javobi ana shu ijtimoiy buyurtmada o'zini aksini topdiki, u kelasi zamonning bilimi emas, balki kelasi zamonga mos fikrlashga ega bo'lish kerak degan masala qo'yib berildi. Afsuski, ko'p shu paytgacha bajarilgan ishlar bugungi kunda o'zini talabiga ega emas. Nima uchun? Chunki biz tez eskiradigan asoslarga qurilgan tadqiqotlarga tayanib qolganmiz ko'pchilik paytda. Vaholanki biz demak xuddi mana shu qo'yib berilgandek zamonaviy ko'nikmalarni, soft skills, kreativ fikrlash, mustaqil fikrlash, dunyoqarashni o'stirishga qaratilgan ilmiy ishlar bilan shug'ullanishimiz kerak vaholanki. Mana nima uchun talabalar boshi berk ko'chaga kirib qoladi? Demak, bu talabalar ko'proq o'rgangan bor bilimlarni takrorlash yoki kimgadir ergashishga. Bu nimaga olib kelgan? Faqat darsda konspekt yozib javob berish orqali bunga kelib qolgan. Bugungi kundagi ta'lim nimada? Bugungi kundagi ta'lim mustaqil fikrlashni talab qilyapti. Demak, o'sha kredit modul tizimi asosida biz mustaqil fikrlashga asoslangan ta'limni joriy qiladigan bo'lsak, mana shu qo'yilgan ijtimoiy buyurtmani ham bajaramiz. Va bugungi kundagi ilmiy ishlar ham albatta shu bugungi talabaga mos bo'ladi. Endi yana bitta jihatini albatta aytib o'tish kerak. Biz hammamiz aytaylik eski aytaylik
Sovet davridagi ko'p ilmiy faoliyatni o'zimizdagi belgilarni saqlab qoldik afsuski. Biz bosma nashr bilan ishlashga o'rgangan avlodni ustiga qurilganmiz. Bugungi kundagi ilmiy faoliyatni samarasi nima bilan belgilanadi? Sizni ilmiy ishingizni boshqalar tanishishi va uni qayd etishi bilan belgilanadi. Afsuski, eski davrda bu indikator sifatida ishlamagan. Bizni olimlarimiz bir qismi hali ham eski fikrlashda davom etyapti. Shuning uchun o'ylaymanki, biz mana shu raqamli platformaga o'tib o'zimizni ilmiy faoliyatimizni yo'lga qo'ysak, biz ham dunyoga raqobatbardosh ilm yaratishga o'tamiz. Ham bugungi ijtimoiy buyurtmaga javob bergan bo'lamiz. To'g'ri. Shavkat aka, qisqa bir reklamamiz bor hozir. Reklamadan so'ng sermazmun juda chiroyli o'tayotgan suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Tadbirkorlarimizning muammosi strategiyani tadqiqotsiz yoki hech qanaqa tahlilsiz qiladi. Shuning uchun ham ko'p holatlarda marketing ishlamaydi. Marketingni bitta asosiy qiladigan ishlardan biri nafaqat mijozlarni jalb etish, balki mijozlarni ushlab qolish ham. Men brend yaratyapman, lekin brend qanaqadir effekt bermayapti degan bir xulosalar keladi. Aslida chuqurroq kovlasak, brendni faqatgina logotipni tushunib qolgan bo'lishadi. Men sizdan Azizjon Gaparov, men 18 yildan beri biznes yo'nalishida ishlab kelaman. Biz M-Factor va Yevropa rivojlanish taraqqiyot banki bilan birgalikda maxsus treninglar tashkil qildik. Bu treninglar kichik biznes vakillari va tadbirkorlar uchun. Mana shu maxsus treninglar turkumidan bittasi marketing yana ishlamayaptimi deb nomlanadi va mana shu treningni Bo'ldi. Uylanib qoladi yoki javob bera olmay qolishligi mumkin. Bu performance, ya'ni bu o'sha kompetensiyani amalda tatbiq etish. Bu muammo sezilyapti, dunyoda bor bu muammo. Bu ingliz tili o'qituvchilar yo'nalishi bo'yicha. Demak, bizda masalan o'sha pedagogik yo'nalishdagi talabalarni ham men o'ylayman, shunday bir talabalarimiz borki, sizga o'sha 1930-yildan 2020-yilgacha eng yaxshi 40 ta metodologiyani, har birini u metodologiya qaysi sinflarda o'qitiladi, qancha talabalar bilan o'qitilishi kerak, sinfxonalarda qaysi jihozlar bo'lishi kerak, qancha daqiqa davom etishi kerak, feedbacklar qachon berilishi kerak. Ya'ni buni plus minuslarni hammasini sizga aytib beradi. Lekin agar 40 tadan bittasini o'qituvchi sifatida qo'llay olasanmi deganda qila olmaydi bu narsani. Biz shunaqa bir nima deydi, ensiklopediyaga boy bo'lgan bir avlod bilan yuzlashyapmiz hozir. Ya'ni bu eng katta muammomiz. Bu nafaqat masalan pedagogik sohalarda, boshqa sohalarda ham bor. Chunki buni birinchi sababi juda kam amaliyot o'tilgan, ikkinchisi siz ta'kidlab o'tdingiz, masalan o'sha prezidentimiz ham buni masalan o'sha chiqishlarda aytdilar, bu mustaqil fikrlab olishlik, kreativ fikrlab olishlik. Uchinchisi, biz o'qituvchiga bog'liq
noticing hypothesis deyishadi. Ya'ni agar ingliz tilida chiroyli so'zlay oladigan talaba o'zini xatosini o'zi birinchi anglay olmasa, u yaxshi, undan yaxshi mutaxassis chiqmaydi. U faqat o'qituvchini yordamiga muhtoj bo'ladi. Ya'ni biz mana hozir mustaqil ta'lim deyapmiz yoki avtonom ta'lim deyapmiz. Bularni yo'qligi va to'rtinchisi masalan sinfxonalar juda katta, imkonlar juda chegaralangan, texnologiya bilan ishlash imkonlari juda kam yoki masalan o'zini ustida ishlash imkonlari juda kam, talabalarda motivatsiya yo'q. Ba'zi talabalar masalan o'sha sohaga qiziqmasa ham o'sha kvotani to'ldirish uchun kirib bitirgandan keyin umuman boshqa sohaga ketadi. Mana shunaqa nyuanslari bor. Siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, universitetda mana shu avlodga mana shu avlodni o'zgartiradigan yangi bir tendensiyalar qanday bo'ladi sizlarda yoki masalan umuman universitetni shu sohada nima kutyapti? Ya'ni buni davom ettiramizmi yo buni qandaydir bu avlodni o'zgartirishimiz kerakmi? Haqiqatdan bilimini, kompetensiyasini 100% tatbiq eta oladigan. Yaxshi savol berdingiz. O'zingiz ta'kidlab o'tgan ingliz tili, chet tili yo'nalishi va informatika yo'nalishida bu savolga javob berish mumkin. Yaqin o'tmishda ingliz tili yo'nalishiga kiradigan talabalar ingliz tilini boshlang'ich darajada bilib, universitetning ingliz tili yo'nalishiga kirib til o'rganish bilan shug'ullanardi. Yoki informatika yo'nalishi, demak, maktabda faqat boshlang'ich bilim bilan kelib, oliy ta'limda informatikani mukammal o'zlashtirish bilan shug'ullanardi. Bugun ikkala yo'nalishda ham oliy ta'limga keladigan talabalar, ingliz tili keladigan talabamiz kamida B2 sertifikatga ega bo'lgan talabalar kelyapti. Maktabdan kelayotgan o'quvchilarimiz IT texnologiyani boshlang'ich darajasini mukammal egallab bo'lgan. Demak, xuddi savoli davomiki, endi ular oliy ta'limda nima bilan shug'ullanish kerak? Agar u oliy ta'limda oladi, biz boshidan aytib kelamiz. Demak, pedagogik oliy ta'lim muassasasi o'qituvchi tayyorlash kerak. To'g'ri, masalan uchun ingliz tili yo'nalishida ingliz tilini yana ham ingliz tili qoidalariga ham o'rgatish kerak, lekin ko'proq uni endi biz o'rgatishimiz kerak, pedagogik faoliyatga o'rgatishimiz kerak. Bizga katta bir vaqt resursi yutuq bo'lib keldiki, endi talabalarimiz tayyor. Tilga tayyor. Demak, biz buni pedagogik faoliyatga tayyorlashimiz kerak. Lekin biz mana hozir yana o'ylayapmizki, biz ingliz tili o'qituvchisi tayyorlash bilan birga turizm yo'nalishida, misol uchun gid turizm bo'yicha tayyorlash yo'nalishini ham o'ylayapmizki, chunki bugungi kunda faqat tilni o'zini bilib yuqori natijaga erishib bo'lmaydi. Bu tilni qo'llash kerak, prikladovat qilish kerak. To'g'ri. Xuddi mana shu joyda bizga chet elning tajribasi qo'l kelyapti, ular amaliy yo'naltirilganligi bilan yoki mana informatika yo'nalishida biz informatika o'qituvchisini mukammal tayyorlash bilan birga uni kompyuter injiniring yoki dastur injiniring yo'nalishiga ham tayyorlaydigan bo'lsak, demak biz endi bugungi davrga bir qadar raqobatga chidaydigan mutaxassis tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Shunda demak bugungi maqsadimiz informatika yoki chet tiliga tayyorlash emas. Unga bir qancha yo'nalishlar bilan qurollantirishki, u zamoniy talabiga to'liq javob berish uchun. Bu hamma yo'nalishda mana shu ikkita yo'nalish misoldagi yondashuv joriy qilinishi mumkin bo'ladi. Ajoyib. Muloqot boshida aytib o'tgandingiz, masalan, o'sha universitet hozir o'zini boshidan o'sha transformatsiyani o'tkazyapti. O'ylayman buni to'laligicha oxirigacha yetkazib, nasib yaxshi natijalari qo'lga kiritasizlar. Reyting bo'limi haqida aytib bergandingiz. Demak, reyting bo'limi degani, demak, universitetni orzusi bor kelajak bilan bog'liq. Ya'ni universitet masalan endi marra kimniki bo'lsa o'sha mingtalikka kiraveradi. Ya'ni prezidentimiz qarorida aytilganidek, kamida masalan 10 ta bizning universitetimiz kuchli mingtalikka kirishi, xudo nasib qilsa 10 ta emas, mumkin 20 ta kirishi mumkin. Bu albatta har bir universitetni himmatiga bog'liq. Ya'ni qanchalik shuni orzu qilgan reja sifatida. Meni savolim shundan iboratki, demak, reyting bo'limi tuzilgandan keyin sizlarda kelajak bilan bog'liq rejalaringiz bor. Ya'ni bu xalqaralashuv jarayoni bo'lishi mumkin, pedagogik mahoratlar bo'lishi mumkin. Umuman kelajakdagi orzu va rejalar haqida gaplashsak. Rahmat. Birinchi reytinglar to'g'risida to'xtalgan qismingizga aytadigan bo'lsam, shu paytgacha bizni oliy ta'lim muassasalarimizda, jumladan mana shu Jizzax davlat pedagogika universitetida xalqaro reytinglar bilan ishlash tajribasi bo'lmagan. Biz nima qilib vaziyatdan chiqdik? Biz shu paytgacha outsourcing qilib vaziyatdan chiqdik. Ya'ni o'zimizga boshqa shu sohada tajribali bo'lgan mutaxassislarni
jalb qilib 3 yil ishladik. Lekin biz hamma o'zimiz ko'zlagan natijalarga bu bilan erisha olmadik va endi mana shu yildan boshlab o'zimiz aytaylik alohida markaz sifatida ochib ish boshlaganimizda bizga ko'rindiki, biz qaysi yo'nalishda ketishimiz kerakligi. Bilamiz, mana QS, Times Higher Education, RUR reytinglari bor. Bu reytinglarni ikki xil yo'nalishi bor. Global reyting bor va profil yo'nalishlar bor, reyting bor. Biz tahlil qilganimizda ko'rindiki, global reytinglar ko'proq klassik universitetlar uchun to'g'ri kelar ekan. Bizni turimizdagi pedagogika oliy ta'lim muassasalari bir yo'la aytaylik global reytingga intilishi ikkinchi maqsad sifatida qo'yish to'g'ri bo'lar ekan. Biz birinchi maqsad sifatida mana o'zimizga belgilab oldikki, mana aytaylik Times Higher Education bo'yicha mana shu Osiyo reytingiga o'zimizni o'rnimizni topishni biz birinchi maqsad qilib oldik. Osiyo reytingiga topish bo'yicha jamoani safarbar qilishni o'rganganimizdan keyin albatta biz keyingi maqsadlarga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Har bir indikator bizga aytganingizdek yo'llanma bo'lib xizmat qiladigan indikatorlar bo'yicha ishlarni boshladik. Bu birinchi tomoni. Ikkinchi tomoni, biz albatta jahondagi shu pedagogik ta'limning eng ilg'or tendensiyalarini o'rgandik. Va bu tendensiyalar bizni faoliyatimiz bilan muvofiq kelishini aniqladik. Nimadan muvofiq keladi? Birinchisi, bugungi kundagi ta'limni talabi shunaqa ekanki, umr davomida uzluksiz ta'lim olish shart qilib qo'yilar ekan. To'g'ri. To'g'ri, ozgina diskretlik bor. Ya'ni har doim o'qimaydi. Lekin bu mana o'zingiz ham aytib o'tdingiz, hozirgi paytda kasblarning yangilanishi sur'ati, tempi juda ham yuqori. Juda ham. Har 10 yilda aytaylik 30%, 40% kasblar yangilanib boradi. Demak, bugungi kundagi yoshlar, keyingi avlod uzluksiz ravishda ta'lim olib borishi kerak. Demak, biz shunga labbay deb javob berib, qayta bilim olish uchun tayyorgarlik ko'rishimiz kerak bo'ladi. Hozir bizda bu shakl bor, ikkinchi oliy ta'lim sifatida bu bo'yicha biz ishimizni tashkil qilishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi dunyodagi tendensiya shundan iborat ekanki, borgan sari ta'lim individuallashib boradi degan tendensiya ekan. Albatta, demak, nima uchun individuallashib boradi? Demak, bugungi hamma sohada bozor munosabatlari kirib boryapti. Demak, ta'lim oluvchi bu buyurtmachi. Har bir ta'lim oluvchi borgan sari o'zini talablarini, pretizaniya deydi, o'zini marralarini yuqori qo'yib borar ekanki, ta'lim unga labbay deb javob bera olish kerak. Bugungi kundagi mana shu raqamlashtirish tendensiyasi o'sha ta'limni individuallashtirishga javob berish kerak bo'ladi. Ya'ni har bir ta'lim oluvchini alohida talablariga bugungi kundagi pedagogik ta'lim javob berish kerak. Shuning uchun ikkinchi tendensiyaga ham biz javob berishga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Uchinchisi, demak, ta'lim borgan sari fundamental jihatiga, fundamental bilimni bahosi, qadri oshib boradi. Nima uchun? Mana biz aytib o'tdik, borgan sari bilimlarni yangilanish darajasi sur'ati tezlashib boryapti. Har 2 yilda bilimlar aytaylik deyarli 100% yangilanib kelyapti. Mana IT sohasida misol qiladigan bo'lsak, 3 yil, 4 yil oldingi bilimlar eskirgan hisoblanadi hozir. Demak, fundamental bilimlar bu universal bilimlar hisoblanadi. Har bir davrda ishlaydigan bilimlar. Demak, biz albatta bizni tayyorlaydigan kadrlarimizda, demak, bugungi davrga to'g'ri keladigan soft skills bilan birga ularda fundamental bilimlarni ham shakllantirishimiz kerak. Va bu 3 ta xalqaro tendensiya. Lekin bitta tendensiya bor. Bu dunyo miqyosida yo'q. Buni aytaylik O'zbekistonni balki know-how'si deyish mumkin yoki umuman qadriyat sifatida biz dunyodan hamma ilg'or tajribalarni olib kelishimiz kerak va bugungi kun olib kelyapmiz. Eshiklarimiz ochiq yangiliklarga. Lekin bitta jihat borki, balki meni shaxsiy fikrim, biz hech qachon tarbiyani tashqaridan olib kelishimiz kerak emas. To'g'ri. Tarbiya hamma vaqt o'zimizni milliy qadriyatimizga asoslangan tarbiya bo'lishi kerak. Ya'ni qancha bilim bo'lsa olib kelaylik, texnologiya olib kelaylik, lekin milliy qadriyatimiz, tarbiyamiz o'zimizni aytaylik milliy merosimizni ustiga qurilishi kerak bo'ladi. Shuning uchun biz o'zimizni merosimizni boyitish bo'yicha ishlashimiz kerak. Bu pedagogik oliy ta'lim muassasalarini eng birinchi missiyasi bo'lib hisoblanishi kerak. To'g'ri. Biz shuni saqlashimiz kerak deb o'ylaymanki, bu butun xalqimizni eng bir bebaho merosi sifatida. Men Shavkat aka, bu gapingizga %100 qo'shilaman. Ya'ni buni shunday izohlab berishim mumkin. Ta'lim import qilinmaydi haqiqat. Tarbiya import qilinmaydi. Ta'limni import qilish mumkin, lekin tarbiya qilinmaydi. Chunki tarbiya xalqning DNKsiga zarba beradi, tarbiya. Chunki umuman nima deydi, globalizatsiyaning katta minuslari shundan iborat. Ya'ni
bu afsuski masalan o'sha ijtimoiy tarmoqlar bo'lishi mumkin yoki masalan o'sha turli xil davlatlarni kinofilmlari bo'lishi mumkin yoki masalan o'sha ba'zi bir estrada ko'rinishdagi masalan musiqalar bo'lishi juda buzg'unchi musiqalar bor. Ba'zi musiqalarni yoshlarimiz tarjimasini tushunmaydi, lekin uni agar tarjima qilganda u juda ham insonni tarbiyasiga zarar beradigan. Ya'ni nima kerak ota-ona deydi musiqada? Nima kerak senga deydi? Seni yaratgan narsa, o'zi mustaqil yashashing kerak deydi. O'zing taqdiring o'zing belgilashing kerak deydi. Ya'ni shu darajaga olib boradiki, o'zingni masalan jinsingni o'zing o'zgartirishing mumkin deydi. Musiqalar bu narsa. Bular hammasi tarbiya. Va men o'ylayman, 100% men sizga qo'shilaman bu borada. Aynan sizdek insonlar va sizdek universitetlar buffer zona yaratish kerak. Ya'ni qaysi tarbiyani biz ola olamiz? Chunki bor, masalan, ezgulikka chorlovchi tarbiyalar bor. Ya'ni biz bilan mentaliteti bir xil bo'lgan, masalan, millatlar bor yoki urf-odatlari bizga juda ham mos keladigan mintaqalar bor. Nimadir o'rganishimiz mumkin. Masalan, o'sha yapon xalqini yoki koreys xalqida nimadir yaxshi narsasini bu sharq davlatlarida bir-biriga juda yaxshi. Lekin ba'zi o'sha masalan so'nggi shu narsani ko'rdikki, masalan o'sha yoshlarimizni o'sha terroristik oqimlarga qo'shilib ketishini eng katta sabablaridan bittasi yoshlar tarbiya bo'shlig'ida o'sdi, afsuski. Ya'ni ota-ona yonida yo'q yoki masalan o'sha o'qituvchisidan yaxshi bir yordam ola olmagan, boshqa narsa bo'lgan, tarbiyasi fundamenti nol bo'lgan talabalar, umuman insonlar boshqa oqimlarga qo'shilishi juda ham oson. Men o'ylayman, pedagogik universitetlar aynan davlatimizni ushbu tahdidlardan himoya qiladigan immuniteti shakllantiradigan universitetlar bo'lishi kerak. Va men siz gapingizga 100% qo'shilaman. Shavkat aka, qarang. Aqlimga shunday bir fikr keldi hozir. Masalan, chet elda Team Teach bor. Mana hozir sanoat bilan, ya'ni ishlab chiqarish bilan universitetlarni bog'lashimiz kerak. Ya'ni bular orasida, ya'ni ishlab chiqarish o'zini yo'nalishi bo'yicha ketyapti, boshini olgan boshqa tomonga ketyapti. Universitetlar nazariyasi bilan ko'milib ketgan, umuman boshqa joyga ketadi. Bular bir-biri bilan uchrashishni ham istamaydi ba'zan. Ya'ni to'g'rirog'i sanoat universitet bilan uchrashishni istamaydi. Nima uchun? Chunki masalan Amerikada sanoat bilan universitet o'rtasidagi uzilish 4 yil ekan. Ya'ni bu emas, masalan Amerika universitetlari sifatsiz. Bilamiz, top 100 da 60 ga yaqin universitet bor. Buni sababi sentyabrda qabul qilingan syllabus dekabrga borib bitguncha 4 oyda Amerikada katta revolyutsiya, inqiloblar ro'y beradi. Ya'ni bu iqtisodiy inqiloblar, texnologik inqiloblar va turli xil masalan o'sha o'zgarishlar, ya'ni talaba bilan o'qituvchi uni orqasidan quvlashga harakat qiladi, yeta olmaydi. 4 yil ekan. Ya'ni bu bizning davlatimiz va bizning mintaqamizda necha yilligini har bir universitet o'zi bilsa kerak. Ya'ni industriya bilan, ishlab chiqarish bilan hamkorligidan kelib chiqqan holda. Bu uzilishni kamaytirish uchun buni juda ko'p yo'llari bor. Shulardan bittasi, ya'ni o'sha biz ta'kidlab o'tgan qanchalik universitet ishlab chiqaruv yoki buyurtmachi bilan yoki masalan sanoat bilan uzviy ishlay oladi. Ya'ni semestr davomida masalan o'sha aytaylik qaysi bir fandan semestrda 42 soat o'qitiladigan bo'lsa, shuni kamida 12 soatini industriyadan, sanoatdan asl real voqeliklarga ega bo'lgan inson kelib o'qitadi. Uni masalan qanaqadir ilmiy darajasi bo'lishi shart emas. Ya'ni chunki talabalar o'sha sohada bo'lib o'tadigan tendensiyalarga o'sha semestrda tayyor turish kerak. Ya'ni 4 yil bitirib ketgandan keyin yo'q, shunaqa narsalar bor ekan bu sanoatda emas, o'sha vaqtning o'zida. Chunki sanoatdan keladigan ekspert talabalarning ko'zini ochib beradi. Ya'ni ularni zaif tomonlarini ko'rsatib beradi. Bu bir, ikki, o'qituvchini ham qanchalik sanoatdan orqada qolganligini ko'rsatib beradi. Ya'ni o'qituvchiga ham bu turtki bo'ladi aslida. Va uchinchisi, talabalar sanoatdan vaqtida ish topishga ham ulgurishadi. Chunki real voqelikka asoslangan ekspert kelyapti. Savolim shundan iboratki, masalan, mana hozir shuning uchun men bejizga sizga savol so'ramadim.
22 ming katta bir nima deydi, talabaga ega bo'lgan universitetda albatta nafaqat sizlarda Jizzax davlat pedagogik universitetida, men o'ylayman barcha universitetlarimizda kadr muammosi bor. Shunday. Buni qanday hal qilishimiz mumkin? Ya'ni nima deb o'ylaysiz? Masalan, o'sha ilmiy darajaga ega bo'lmagan, lekin masalan yillar davomida bu kuchli repetitor bo'lishi mumkin. Yoki masalan kuchli direktor bo'lishi mumkin, kuchli zavuch bo'lishi mumkin, kuchli masalan o'sha mahalla-kom bo'lishi mumkin masalan. Ya'ni uzoqdan qaraganda haqiqatan bularning pedagogik mahorati bor. Yoshlar bilan ishlaydigan, nima deydi, rus tilida общий язык deydi-da, umumiy tili bor. Uni topa oladi, qalbiga kira oladi. Uch, ya'ni davlatimizning turli xil majlislariga qatnashgandan keyin u kishida umumiy dunyoqarash kengayadi. Ya'ni uzoqdan qara oladi, global. Va 4-5 boshqa mahoratlari bor. Shu insonlarni masalan aytaylik ma'lum bir fanni tanlab, bu fanni kim o'qitadi? Masalan aytaylik, mana shu o'qituvchi necha soat o'qitadi? 42 soat. Ya'ni jamoaviy ishlash, team teach deyiladi. Masalan, asosiy o'qituvchi 25 soatini bersa, haligi sohadan kelgan 15 soatini bersa bo'ru, talabalarda o'sha fanga muhabbat paydo bo'ladi. O'sha muammoni boshqa rakursdan tushuntiradi. O'sha ekspert. Shunga qanday qaraysiz? Outsourcing ya'ni. Tushundim. Mana aytaylik, birinchi masalani boshladingiz, aytaylik, ta'limni amaliyot bilan bog'liqlik masalasiga. Albatta bu joyda e'tirof etish kerak. Bugungi kundagi pedagogika ta'limini amaliyot bilan bog'liqligi qoniqarli holatda emas. Birinchi aytishimiz kerak. Aslida ham biz hali oliy ta'lim maktab bilan bir xil tilda gaplashayotgani yo'q. Shu masalani biz bartaraf qilishimiz kerak. To'g'ri. Prezidentimizning qarorida shuni bartaraf qilishni yechimlari vazifa sifatida bizga qo'yib berildi. Agar shu yechimlar bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, o'sha o'rtadagi uzilish demak yuqori bo'ladi. Bartaraf bo'ladi, uzilish yopiladi. Bu birinchi aytmoqchi bo'lganim. Ikkinchisi, men shu Yevropa davlatlaridagi, rivojlangan davlatlardagi oliy ta'lim muassasalarini bitta jihatini ma'qul topaman. Bitta leksiya o'qish uchun bitta lektor chaqiradi. To'g'ri. Bizda butun bir kursni albatta bitta lektorga yuklanadi. U talaba uchun qanchalik yetarli bo'ladi, bo'lmaydi, ikkinchi masalaga o'tib qoladi. Men tarafdoriman xuddi mana shu yondashuvni imkon qadar bizda joriy qilishni. Lekin bu yerda me'yor bo'lish kerak. Men aytaylik, maktabdagi tajribali maktab rahbari yoki tajribali metodist o'qituvchi yoki tajribali fan o'qituvchisini oliy ta'limni ma'ruzasiga chaqirish tarafdoriman, lekin buni ruschasiga gostivoy leksiya deydi. Bitta ikkita eng o'sha ma'ruzachiga mos bo'lgan mavzuga chaqirishga. Lekin butun oliy ta'limni ma'ruzasini oliy ta'limni mutaxassis bo'lmagan insonga berish to'g'ri ish bo'lmaydi deb o'ylayman. Oliy ta'limni o'qituvchisi biz qanaqa qaramaylik, bu alohida toifa bu. Biz bekorga Behbudiyning gapini misol keltirmadik. Aytaylik, maktabni o'qituvchisidan ko'ra oliy ta'limni o'qituvchisi uzoqni ko'ra oladigan, keyingi taraqqiyot tendensiyalarini ko'ra oladigan ilmiy asosga ega bo'lgan mutaxassis bo'lish kerak bo'ladi. Shuning uchun butun ma'ruzani emas, shuning uchun butun ma'ruzani oliy ta'limni aytaylik, yo'q, qisman professori o'qisin. Soatini. Lekin aytganingizdek, eng muhim o'ziga to'g'ri keladigan mavzularda mutaxassislarni xoh amaliyotdan, xoh maktabdan, xoh boshqaruvdan taklif qilish albatta bu yuqori samara beradi. To'g'ri. Qarang, hozir shu suhbatni davomini aytadigan bo'lsak, universitetlar, ya'ni 40 yil oldin universitetlar bilim beradigan markazlardan bittasi edi, universitetlar. Lekin dunyo shuni e'tirof etyaptiki, hozir chunki biz bilimga asoslangan jamiyatda yashayapmiz. Ya'ni 40 yil oldin talaba bilimini professor o'qituvchidan oladigan bo'lsa, hozirgi davrda bilim oladigan manbalardan bittasiga aylandi universitet. Ya'ni bu ham mana bu kuchli o'quv markazlari bo'lishi mumkin yoki masalan o'sha internet, masalan oddiy o'sha Wikipedia yoki masalan o'sha database, jurnallar databaselari bo'lishi mumkin. Ya'ni talaba
ba'zi juda ilg'or, masalan MIT Harvardni bepul MOOC kurslari bor, masalan birinchi kurslar uchun. Yoki men YouTube platformalarida M-Factor'ning o'zida masalan juda kuchli trenerlarni ma'ruzalari borki, talaba shuni 1 soat eshitib, bir semestr davomida qaysi bir fanni tushuna olmaydi-yu, lekin 1 soat o'sha YouTube'dagi platformani tinglagandan keyin deydi, mana shu yoqda jumboq yotar ekan deydi. Men tushunib yetdim deydi. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, ya'ni raqamli dunyoda shuning uchun mana bizda hozir masofaviy ta'lim o'rtaga kirib keldi. Demak, masofaviy ta'lim nima degani? Ya'ni oldin bunga qarshilik bordi. Ya'ni qanday qilib masofaviy ta'lim sifatli ta'lim qatorida yoki masalan o'sha 9 dan 3 gacha qatnaydigan talabani yonida umuman universitetga kelmaydigan, lekin qaysi bir shahardan tinglaydigan ayni sifatdan bular hozir ayni sifat qabul etilyapti. Dunyo shunga o'tgan. Chunki asosiy maqsad bu yoqda bilim manbai bundan keyin ma'lum bir shaxsiy universitet bo'lmaydi endi. Chunki bilim ko'ryapsiz, masalan, oldin ma'lum bir davlatlarda to'plangandi. Masalan 5 asr oldin. Hozir bilim manbai umuman boshqa davlatlarga o'tib ketdi. Yoki mana reytinglarni ko'rib turadigan bo'lsak, har yili reytinglardagi universitetlarning pozitsiyalari o'zgaryapti. Yoki Yaponiya davlati aqlli telefon va elektromobil bozorida umuman yo'q. Tasavvur qilyapsizmi? Ya'ni texnologiyaning giganti hisoblangan Yaponiya umuman yo'q u yoqda. Yoki umuman tabiiy resurslarga ega bo'lmagan Janubiy Koreya kemasozlikda birinchi o'ringa chiqib ketdi, qarang. Umuman temir ham yo'q ularda. Ya'ni nima aytmoqchiman? Aytmoqchimanki, bilim manbai transformatsiya holatda hozir va men juda ham istardim biz universitetlar nima deydi, shu mana bu yadroni hosil qilish uchun kimda o'sha bilim bor, shularni bitta chaqirish kerak. Ya'ni mumkin, to'g'ri aytasiz, mumkin masalan unga butun bir kursni emas, fanni emas, chunki u fan 16 ta bobdan iborat. Ya'ni 16 ta bobni bilishi, men o'ylamayman bilishi mumkin. Lekin aynan 2 ta 3 ta bobga mukammal darajada o'sha insonni chaqirish kerak. Masalan, har birini o'zini spetsifik holatdan kelib chiqqan holda. Shundagina biz bo'shliqni to'ldira olamiz. Bu muhim narsa. Izoh bermoqchiman, Azamat aka. Mana biz hammamiz havas qilamiz bundan 40 yil, 50 yil oldingi maktab o'qituvchisini mavqeiga. Butun yoshlar, butun mahalla, butun qishloq, aytaylik, bu o'qituvchiga katta ehtirom bilan qaragan. To'g'ri. Nima uchun? O'sha paytda o'qituvchi asosiy axborot manbai bo'lgan. U paytda o'qituvchiga raqobat qiladigan axborot manbalari kam bo'lgan. Shuning uchun bu o'qituvchining obro'si ko'p bo'lgan. Bugungi o'qituvchilarimizning bilimi balki 50 yil oldingi o'qituvchidan kam emasdir, lekin xuddi aytganingizdek, bugun bitta o'qituvchiga o'nlab raqobatchilar bor. Televideniya, internet, telefon, axborot texnologiyalari hammasi bugun raqobatchi. To'g'ri. Endi shu raqobat muhitida o'qituvchi nima qilish kerak? U taslim bo'lish kerakmi? Yo'q. O'qituvchi bugun raqobat muhitida shu raqobatdan o'zib chiqa olish kerak u. O'zini ustida ishlaganligi bilan o'zib chiqa olish kerak. To'g'ri. Shuning uchun bugungi kunda o'qituvchiga qo'yiladigan mas'uliyat o'sha 50 yil oldingi o'qituvchining mas'uliyatidan bugun yuqoriroq. Chunki uning raqobatchisi ko'p. To'g'ri. Endi bu muhitda bekorga aytmadik, mana oliy ta'limning o'qituvchisi albatta o'zini ustida har kuni ishlash kerak bo'ladi. Eng zamonaviy texnologiyalarni, IT texnologiyalarni, til kompetensiyasiga ega bo'lish kerak bo'lgan jihatlarni hammasini o'zida mujassamlashtirish kerak. Lekin hamma sohani bitta inson mukammal bilishi bu aytaylik qiyin vazifa. Shuning uchun aytganingizdek, albatta biz shu ma'ruzalarni mahorat darslari sifatida o'zini aytaylik eng yuqori malakaga ega bo'lgan mutaxassislarini taklif qilishimiz kerakki, shu holatda talabalar o'zini ehtiyojini ko'proq qondirishga imkon yaratiladi. Shavkat aka, o'zi qarangda, mana bu juda katta xalqarolashuv jarayoni boshimizdan o'tkazyapmiz. Globalizatsiyani ta'sirlari juda ham ko'p. Mana Jizzax davlat pedagogika universiteti so'nggi yillarda juda ko'plab xorijiy universitetlar bilan hamkorliklaringiz bor, qo'shma dasturlar bor, konferensiyalar tashkillashtiryapsizlar. Demak, butun respublikamiz bo'yicha mana shu globalizatsiya ta'siri ostida universitetlar shablon ta'limdan xalqaro standartlarga o'tib bormoqda, asta-sekinlik bilan. Qayerdadir bu juda sust, qayerdadir juda katta bir o'sish bilan ketyapti. Nima deb o'ylaysiz? Oliy ta'limdagi
ya'ni 1 2 3 desak, 3 ta asosiy muammo nimadan iborat va buni qanday o'zgartirishimiz mumkin? Yaxshi savol. Birinchisi bu ta'lim metodlari. Biz aksariyat holatlarda eski metodlardan hali kecha olmadik. Biz ta'lim metodlarini ta'limga bo'lgan yondashuvni o'zgartirishimiz kerak. Bu eng katta muammoli vazifa. Bu eski prezentatsiyalar, eski kitoblar, eski mana eng aytaylik o'sha konspekt yozdirish degan metodikadan hali biz keta olmadik. Qancha talabalar shikoyat qilishadi bu. Shunday. Mana birinchisi demak ta'limga bo'lgan yondashuv bu metodika eng katta muammomiz. Va yana bitta narsani aytish kerak Azamat aka. Texnika universitetlaridagi metodika faqat texnika universitetlariga nisbatan tanqid qilish mumkin bo'lsa, pedagogika oliy ta'lim muassasalaridagi metodikani eskiligi u 10 mingta maktabimizga ta'sir qiladi ertaga. To'g'ri. Shuning uchun uni qamrovi, ta'siri juda ham keng. Bu birinchi masala. Ikkinchisi bu bizni pedagogik kadrlarimiz. Shu aytiladiki, inson dunyoda hamma narsani o'zgartirishi mumkin. Insonni eng o'zgarishi qiyin bo'lgan jihati bu o'zi. Insonning o'zini fikrlashi, nuqtai nazari o'zgarishi qiyin. Biz bugungi kundagi o'qituvchilarimizni shu fikrlashini, nuqtai nazarini, bugungi jarayonlarga qarashini o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Bugun biz talabani yodlashga emas, fikrlashga o'rgatishimiz kerak. Mana shunaqa aytaylik pedagog kadrlarga erishsak, ikkinchi muammoni yechimiga erishgan bo'lamiz. Uchinchisi bu mana shu zamonaviy aytaylik tendensiyalarga mos ravishdagi aytaylik talabalarni aytaylikga erishishimiz, ya'ni o'quvchilarga erishishimiz. Chunki bizni o'quvchilarimiz bilasizmi qanaqa yondashuvga ega ko'proq? Model mышления deymiz biz. Ya'ni nima qiladi? Maktab bitiruvchisi kelajakni tanlashda aytaylik o'rtacha 600 ming o'quvchi bitirayotgan bo'lsa, 600 ming o'quvchida 600 mingta model поведения bo'lishi kerak. Ya'ni o'zini tutish modeli bo'lishi kerak. Lekin biz yoshlarimiz nima qiladi? Bitta muvaffaqiyatli modelni oladida, hamma shu bitta muvaffaqiyatli modelga ergashib ketadi. Demak, o'rtog'i pedagogika institutiga ketyaptimi? Bu ham pedagogika institutiga. O'rtog'i uzr-ku, narxoz degan universitet bilardik. O'rtog'i narxoz. Biz yoshlarimizni mustaqil fikrlash degan boyagi o'zini modelini tanlashga o'rgatishimiz kerak. Pedagogika oliygohiga kelayotgan yosh shu universitetga kira olishi uchun emas, o'qituvchi bo'lishi uchun kelish kerak. Shuning uchun biz uchinchi masalamiz bizga keladigan yoshlardagi model поведения, o'zini tutish modelini shakllantirsak, kasb tanlashga to'g'ri yo'naltirishni o'rgatsak, 3 ta katta omil bir-biriga mos ravishda yechilgan bo'lardi. Ajoyib. Shavkat aka, nima deydi, ko'ngil istaydiki, soatlab, chunki pedagogika sohasi va mavzusi 36 million xalqimizni bezovta qiladigan, 36 million xalqni ham yutug'iga, ham dardiga aylangan bir mavzu. Shuning uchun men o'ylayman, soatlab gapirsak ham juda ham kam, lekin vaqtimiz ham chegaralangan. Ushbu juda sermazmun suhbatni yakunlamasdan oldin men bizni jamoa nomidan, Infactor nomidan masalan o'sha ilg'or universitetlarga berilgan sertifikatni sizga taqdim etmoqchiman. Men boshda biroz yanglishibman, 10 soat emas, 20 soatlik voucher berilyapti. Demak, Jizzax davlat pedagogika universiteti istagan vaqtda ushbu Jalinga studiyalarida 20 soatlik bepul tarzda istagan kontentda, masalan, xoh leksiya bo'lsin, xoh boshqa kontentlar bo'lsin, bemalol kelib Jalinga studiyani ishlatishi mumkin. Mana shu hozir efir chog'ida shuni men sizga bermoqchiman. Rahmat. Albatta biz bu imkoniyatdan unumli foydalanamiz, birgalashib. Albatta. Rahmat Shavkat aka, sizga. Rahmat. Demak, bizga vaqt ajratganingiz uchun, ya'ni nima deydi, uzoq va ya'ni uzoq deganim masofa juda yaqin, lekin masalan universitetda sizni kutib turgan shuncha vazifalar yoki uchrashuvlar yoki masalan boshqa qiladigan ishlarni
bir joyga chekkaga qo'yib ushbu efirga kelganingiz biz uchun katta baxt, katta sharaf biz uchun. Rahmat sizga kelganingiz uchun. Albatta o'ylayman, mana hozir siz muloqotni boshida aytib o'tgan o'sha rejalar, maqsadlar, Jizzax davlat pedagogika universitetining o'zini orzulari, biz buni hammasiga tilakdoshmiz. Ya'ni qisqa vaqt ichida yurtimizni o'sha pedagogika sohasida flagman universitetlar qatorida jamiyatni muammolariga yechim bera oladigan, ota va ona mehri shafqati bilan talabalarga yondashadigan, kuchli kadrlarni yetkazadigan bir universitetga aylanib, men o'ylayman o'sha prezidentimizni o'sha iyun oyidagi qarorlaridan kelib chiqqan holda butun konsepsiyalarni pedagogika standartlariga joriy etgan holda men o'ylayman, nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyodagi o'sha flagman universitetga aylanishga tilakdoshman. Shavkat aka. Rahmat Azamat aka. Bugungi suhbatimiz barchamiz uchun foydali bo'ladi deb umid bildirib qolaman. Rahmat. Rahmat. Aziz muxlislar, ushbu sermazmun va juda qiziqarli ma'lumotlarga boy bo'lgan mana suhbatimiz ham yakunlandi. O'ylayman, pedagogika sohasida barcha mavzularni qamrab olishga bizga vaqt yetmadi. Men o'ylayman, buni boshqa ko'rsatuvlarga ham saqlashimiz mumkin yoki masalan pedagogika sohalariga bo'lgan qiziqishda bo'lgan masalan o'sha savollarni to'g'ridan to'g'ri masalan Jizzax davlat pedagogika universitetining veb-saytiga kirib o'sha aloqador kontaktni topib o'shalarga yo'llashingiz mumkin. Aziz muxlislarimiz, bugungi efirimiz ham tugadi. Keyingi efirda uchrashguncha salomat bo'ling.